Endi mana shu nimani odamlar kutib mahkamada qabul qilib mehmonxona. Cancun mehmonxona. Bu yerdagi hamma taksilar. Asosan bu shahar o'zi qachon tashkil bo'lgan? Uzag'i bilan 45 yil burun bu yerda oddiy bir qishloq bo'lgan ekan. Shu zalif qilishib Atlantik okeanida hali borib ko'ramiz. Zalif qilishib bu yerda o'tib obodonlashtirish boshlangan. Uzoq bo'lmagan ekan. Hali nimaga borganimizda o'sha biz boradigan joylar bu yerda 20 kilometr atrofidagi kelib bizlar mehmonxonadan odamni kelib mana shu odam kelib kutib olib ketyapti. Borib ko'ramiz. 45 yil atrofida uzog'i bor. Shuncha o'zgarish bo'lgan. Ya'ni borib bu yoqlarda ko'ramiz. Bu yerda oddiy bir qishloqning o'rnida qilingan bu nima ekan? Cancun dam olish nimasi bo'lgan. Hozirgi kunda faqat shu atrofda Yevropadan odam ham kelyapti bu yerga. Meksika ham o'zlariga birinchi 20 talikka kiradigan davlat, lekin ekonomikasi juda uncha nima emas ekan. Amerikaga nisbatan ancha orqada. 130 ming atrofida aholisi bor ekan. Mamlakatda yashaydi. Lekin juda ham ko'p odamni shu Amerikaga borib yashashni istaydigan xohlaydi. Asosiy til ispan tili ekan bu yerda. Ko'proq ispan tilida gaplashar ekan. Aholisi shunaqa ekan. Mana endi hozir nimada keldi bilmayman, qaysi mashinada ekan. Avtobusda mana familiyamiz ko'tarib turibdi. 20-25 kilometr atrofida nimada yuramiz bilmayman. Hali nimaga yetib bormadik. Xudo xolasa endi borgandan keyin. Xalq o'sha quyoshli bo'lganligi uchun o'zimizni nimaga o'xshagan qoracha odamlar ekan, bug'doy rang deymiz. Bug'doy rangdan ham qoraroq xalqlar. Amerikaga tasavvur qilib tenglashtirish ancha qiyin ekan bu yerda. Ancha orqada, ancha nima. Xalq kambag'al. Nisbatan. Shunaqa joylar ekan. Ana endi bugungi dam olishimiz boshlanyapti. Xudo xolasa bu yerlarda 2 kun dam olamiz degan niyatda keldik. Bu Mayamining berigi tomoni, okeanning berigi tomoni. Mayami eng oxirida bo'lsa, Amerika tomoni. Bu tomon.